ko'z silliq pardasini yallig'lanishi bu konjektivit kasalligi deyiladi. Kelib chiqish sabablari ko'z silliq pardasini shamollashi natijasida yoki har xil qurtlar, bakteriya, mikroblar, infeksiyalar tushishi natijasida, travma, jarohat natijasida ko'zda shunaqangi pardalar paydo bo'lib qoladi. Hozir bunda davolash ishlarini o'tkazdiramiz. Juda ehtiyotkorlik bilan ish qilinadi, sababi ko'zning atrofiga mana shu maxsus ukolini yuborish kerak bo'ladi. Ozgina bitta xato bilan ko'zni ko'r qilib qo'yish hech gap emas. Ko'zini ichiga esa tetrasiklin glaznoy mazini surtib qo'yamiz.